Baş ko'pchilik bemorlar keladi. Grija bo'lgan, MRT qildirgan va nevropatologga borib lecheniya yozdirgan, lecheniyasini olgan, lecheniya vaqtinchalik ta'sir qilgan, yana qayta og'riq boshlangan. Ko'pchilik o'ylaydiki, ukol kapinitsa olsam grijam so'rilib ketadi yoki grijam tuzalib qoladi deb o'ylaydi. Bu ozgina xato fikr. Xo'p, medikamentozni lecheniya olish kerak emasmi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, deydigan bo'lsa, yo'q, olish kerak. O'stre paytda biz ham medikamentozni lecheniya qo'shib qolamiz. Ya'niki ukol kapinitsa dorilarni o'zi grijani so'rdirmaydi, faqat simptomatik holatda yordam beradi. Og'riqni qoldirishga, birpas отекlarni ketkazib, og'riqlarni pasaytirishga yordam beradi, lekin grijani полностью so'rishga yordam bermaydi. Unga qo'shimcha o'sha resorpsiya metodikasi qilinadi. Bu ya'ni o'sha sekin-teskin lazerli terapiya bilan lecheniya qilish, udarniy, magnit, qo'shimcha kompleksli lecheniyalar, orada massaj, manual terapiya qilib turib lecheniya qilinadi. Shuning uchun o'rtoqlar, quruq blokadani o'zi ham, kapnitsani o'zi ham tabletkalar grijani vaqtinchalik yordam beradi og'riqni pasayishiga. Tuzatmaydi, shuni bilib qo'yinglar, tuzatmaydi. Bir xil faqat mashq bilan ketkizsa bo'ladi deydi. Hozir internetda ko'p-ku. Xo'p, mashq qilsa yaxshi bo'ladimi desa, mashq qilsa muskul ukrepliyat qiladi, baquvvatlashadi. Lekin grijani o'zi ezib turgan bo'lsa, bu ham yordam bermaydi. Dechosizlar. Hozir misol uchun men mashq qilsa grijaga zo'r bo'ladi, men buni qilsa to'g'ri yaxshi bo'ladi, lekin razmeri kichkina grijalarga yordam beradi. Lekin faraz qiling, beli ushlab qo'ygan, qimirlamayotgan odam qanaqa mashq qiladi? U vobshim joni orib turgan odam mashq qila olmaydi. Unaqa holatda birinchi o'sha og'riqlarni pasaytirib, yuradigan holatga kelgandan keyin o'shani resorpsiya metodikasini qilib turib, grijani razmerini sal kichkinalashtirib, отекlarni ketkazgandan keyin qo'shimchasiga o'sha mashqlar qilib, muskular ukrepliyat qilib davom ettirsa, yaxshi foyda berishi mumkin. Operatsiya qildirish kerakmi deydigan bo'lsa, misol uchun razmeri katta holatda grijalarni operatsiya deyishadi. Ba'zi holatlarda operatsiya qilinadi. Operatsiya qachon qilinadi? Qachon срочный operatsiya qilinadi? Qachonki klinik holat o'tib ketgan bo'lsa, ya'niki klinik holat deganda katta kichkina hojat upravlat qila olmasa yoki siyolmay qolsa yoki chog'may qolsa yoki oyog'i sezmaydigan darajada yo'q qolsa, nerv siqib qo'ygan hisobiga yoki yana qanaqa holatlar bo'lishi mumkin? Shtampionik shak deydi, o'sha nervlar atrofiyaga uchrab, oyoq ingichka tortib ketib qolsa, bunaqa holatda operatsiya qilish kerak. Lekin og'riq kuchli bo'lsa ham, og'riq qoldiradigan bilan og'riq pasayib, stabil yuradigan holatda bo'lsa, grijan razmeri katta bo'lsa ham operatsiyasi davolasa bo'ladi. Gapim ko'payib ketdi. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin. Kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar.